Vodorod terapiyasi organizmning sokin yordamchisi. U bir seansda mo'jiza va'da qilmaydi. Darhol tuzalish deb baqirilmaydi. Vodorod yumshoq ishlaydi va oksidlanish stressini kamaytiradi. Hujayralarni qo'llab-quvvatlaydi. Organizmga tezroq tiklanishi uchun yordam beradi. Inson doim ham "wow" effektini bittada his qilmaydi, lekin vaqt o'tib shunday o'zgarishlarni sezadi. Charchoq kamayadi. Uyqu yaxshilanadi. Yuklama, stress va depressiyalardan keyin tiklanish tezlashadi. Shuni tushunish muhim. Vodorod terapiyasi davolashning o'rnini mutlaq bosmaydi, balki uni to'ldiradi. U asosiy terapiya ta'sirini keskin kuchaytiradi. Organizmga xotirjam va samarali ishlashiga yordam beradi. Shuning uchun ham bu muolaja butun dunyo miqyosida reabilitatsiyadir. Surunkali charchoqda, stress holatlarida, kasalliklardan keyin tiklanishda qo'llaniladi. Bu sehr emas, bu fiziologiyani qo'llab-quvvatlash. Ushbu muolajani o'zingizda sinab, xotirjamlikka erishmoqchimisiz? Unda bizga murojaat qiling.